Jadidchilik haqida so'z borganda, Fayzullo Xo'jayev faoliyatini ham eslamasdan iloji yo'q. Fayzullo Xo'jayev o'zining jadidchilik faoliyati davomida Markaziy Osiyo, xususan Buxoro tarixidagi muhim ijtimoiy-siyosiy jarayonlarning bevosita ishtirokchisiga aylana olgan. Bu esa o'z navbatida uning hayotidagi tahlikali yillarning boshlanishiga sabab bo'ldi. Hatto u bir necha marta o'lim bilan ham ro'baro keldi. Keling, taniqli davlat arbobining jadidchilik harakatiga kirib kelishidan oldin avvalo jadidchilikning qay tarzda vujudga kelishi va uning mohiyati haqida qisqacha to'xtalsak. Jadidchilik bu 19-asr oxiri 20-asr boshlarida Turkiston, Kavkaz, Qrim va Tatariston ziyolilari tomonidan ilgari surilgan ma'rifiy ijtimoiy-siyosiy harakatdir. Jadidchilik dastavval 19-asrning 80-yillarida Qrimda vujudga kelgan. 19-asrning 90-yillarida O'rta Osiyoda keng tarqala boshlagan. Jadidchilik harakati asoschisi Qrim tatar ma'rifatparvari Ismoilbey Gaspiralidir. Jadidchilik avval boshda ma'rifatparvarlik talqinida bo'lib, asosan o'rta asrlarga xos qoloqlik va diniy xurofotdan ozod bo'lish, shariatni isloh qilish, xalqqa yangi usul maktablari, gazeta, jurnallar hamda teatr orqali ma'rifat tarqatish kabi g'oyalar ilgari surilgan bo'lsa, keyinchalik jadidlar siyosiylashib, Turkistonda muxtoriyat tuzish uchun kurash, Buxoro va Xivada konstitutsion monarxiya hamda parlament joriy qilish, so'ngra demokratik tuzumni o'rnatish orqali ozod va farovon jamiyat qurish, milliy qo'shin tuzish va barqaror valyutani joriy qilish kabi talab va g'oyalarni amalga oshirish uchun kurash olib bordilar. Markaziy Osiyoda jadidchilik va uning siyosiylashuvini Fayzullo Xo'jayev faoliyatisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Fayzullo Xo'jayev Buxoro jadidchiligining asoschilaridan bo'lmasa ham, keyinchalik ushbu harakatning haqqoniy rahbarlaridan biriga aylangan. Rossiyadan ta'lim olib qaytgan va otasidan qolgan yirik mulkka merosxo'r bo'lib qolgan Fayzullo Xo'jayev taraqqiyparvarlik ruhida bo'lgan jadidchilik harakatiga qiziqish bildira boshladi. Bu o'rinda unga Buxoro jadidlari rahnamolari, xususan Abduvohid Burxon o'g'li Munzimning ta'siri katta bo'ldi. Abduvohid Burxonov 1908-yilda Buxoroda yangi usul maktabini ochib, uning natijalari bilan jadidchilik tarafdorlari sonining oshishiga sabab bo'lgan edi. Hatto Buxoroning yirik diniy ulamolari orasida ham jadidchilikka nisbatan xayrixohlik paydo bo'lgan edi. Buxoro jadidlari dastavval ma'rifatparvarlik ruhida edilar. Ya'ni ular yangi usul maktablari ochish, xalqning savodxonlik darajasini oshirish, iqtidorli o'quvchilarni Turkiya, Qozon, Ufa maktablariga yuborish, gazeta va jurnallar nashr ettirib, bu bilan xalq ongini uyg'otish bilan shug'ullangan. Fayzullo Xo'jayev o'z xotiralarida jadidchilik asosan shaharliklar orasida keng yoyilganiga urg'u bergan. Jadidlar asosan shahar manfaatini ko'zlab, qishloqda ularga yordam qiladigan hech bir unsur yo'q edi. Shahar xalqining esa xizmat qiluvchi qismi taraqqiyparvarlik ruhida edi. Buxoro jadidlari 1910-yilda Yosh Buxoroliklar partiyasiga birlashdi. Fayzullo Xo'jayev 1912-yilda 16 yoshida Yosh Buxoroliklar partiyasiga a'zo sifatida qabul qilindi. Fayzullo Xo'jayev jadidchilik harakatidagi ma'rif va nashriyot ishlarini yurg'izishda o'z shaxsiy mablag'larini ayamadi. Ammo Buxoro amiri Olimxon 1913-yildan boshlab amirlik hududida jadid maktablari va nashrlarni birma-bir yoptira boshladi. Biroq bu tadbirlar Buxoroda jadidchilik harakatini to'xtata olmadi. Fayzullo Xo'jayev bu xususda shunday deydi: Usuli jadid maktablari va yashirin to'garaklar atrofida muxolif taraqqiyparvarlar birlasha boshladi. Keng xalq ommasi hali jadidchilik tashviqotiga tortilib, harakatga keltirilmasa-da, jadidchilikning shtobi, uning dasturi uyushgan va umumiy shakl olgan edi. Shuningdek, Fayzullo Xo'jayev o'z xotiralarida yosh buxoroliklar tomonidan Istanbul va Orenburg kabi shaharlarga o'qishga yuborilgan talabalar Buxoroga qaytgach, jadid ustozlaridek faqat ma'rifatparvarlik yo'lidan emas, balki ijtimoiy-siyosiy islohotlarga erishish uchun ham kurash boshladi, deb yozgan. Rossiyadagi 1917-yilgi fevral inqilobi Buxoro jadidlariga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi.
Ushbu inqilob natijasida podshoh Nikolay II taxtdan voz kechib, hokimiyat shahar burjuvaziyasi qo'liga o'tgan edi. Yangi hukumat butun imperiya hududida demokratik g'oyalar va harakatlarni qo'llab-quvvatlashga va'da beradi. Jadidlar esa ushbu jarayonlar Rossiyaning yarim mustamlakasi bo'lgan Buxoro amirligi uchun ham taalluqli ekanligini ilgari surishdi. Rossiya muvaqqat hukumati o'zining Buxorodagi vakili Miller orqali amirga demokratik g'oyalar va harakatlarni qo'llab-quvvatlash xususida ko'rsatma yuboradi. Bundan ilhomlangan Buxoroning yosh jadidlari keskin ravishda siyosiy faollashdi. Eski jadidlar esa siyosiy ishlarga daxl qilmaslik pozitsiyasida qoldi. Natijada yosh jadidlar alohida so'l qanot tuzishga intildi. Buni Fayzulla Xo'jayev jadidlarning birinchi inqirozi deb atagan edi. Eski jadidlarga Abduvohid Burxonov va yosh jadidlarga 30 yoshli Abdurauf Fitrat rahbarlik qildi. 20 yoshli Fayzulla Xo'jayev ham Fitrat boshliq yosh jadidlar safida bo'ldi. Yangi markaziy qo'mita tuzildi. Bu qo'mita Yosh Buxoroliklar partiyasiga asos soldi. Fayzulla Xo'jayev ham yangi partiyaning ko'zga ko'ringan rahbarlaridan biriga aylandi. Amir Olimxon islohotlarni amalga oshirishni paysalga solavergach, Fayzulla Xo'jayev Petrogradga dastavval telegramma, so'ngra esa Fitrat va Usmon Xo'jayevdan iborat delegatsiyani yubordi. Nihoyat Rossiyaning muvaqqat hukumati jadidlarga yordam berishga, amirni esa demokratik islohotlarni o'tkazishga ko'ndirishga va'da berdi. Buxoro amiri Olimxon 1917-yilning 7-aprel sanasida jadidlar hamda Rossiya muvaqqat hukumatining siquvi ostida kutilgan farmon oliyni chiqardi. Amirning farmonida amaldorlar va mansabdorlar ustidan qat'iy nazorat o'rnatilishi, ularning xizmat haqqi evaziga xalqdan haq olishi man etilishi, foydali bilimlarni rivojlantirish, poytaxt Buxoroda kengash saylanishi, amir xazinasidan davlat byudjeti tashkil etilishi, bosmaxona tashkil etilib, nashriyot ishlari yo'lga qo'yilishi, umumiy amnistiya berilishi kabilarga urg'u beriladi. Fayzulla Xo'jayev ham jadidlar nomidan Amir saroyidagi tadbirda ishtirok etadi. Samarqanddan kelgan Mahmudxo'ja Behbudiy barchani ushbu farmon bilan qutlaydi. Yosh buxoroliklar farmon oliydan so'ng yashirin majlis o'tkazib, zudlik bilan farmon oliyni qutlash uchun ko'tarinki tantana o'tkazish bilan bir qatorda islohotlarga inqilobiy tus berish hamda yanada chuqurroq islohotlar talabida yirik namoyish uyushtirish xususida bahslashadi. O'ng qanot konservativ va mo'tadil jadidlar Abduvohid Burxonov, Muhiddin Raf'at, Muso Saidjonov, Sadriddin Ayniy kabilar bu fikrga qarshi chiqadilar. Abdurauf Fitrat, Fayzulla Xo'jayev, Usmon Xo'jayevlar esa namoyish o'tkazilishini qo'llab-quvvatlaydi. Fayzulla Xo'jayev Rossiyaning Buxorodagi vakili Millerdan namoyishni maslahat bermaslik fikrini olsa-da, uni tashkil etish uchun butun imkoniyatini ishga soldi. Namoyishchilar bayroqlarida "Yashasin Amir" shiori bilan bir qatorda ozodlik, mashrutiyat, matbuot ozodligi, erkin maktab kabi shiorlar ham bor edi. Ammo bu namoyishga qarama-qarshi ravishda 7-8 ming uyushgan mulla Amir saroyi oldidagi Registon maydoniga to'planib, inqilobiy yosh buxoroliklarning yo'lini to'sadi. Shundan so'ng namoyishchilar markaziy qo'mita raislaridan tarqalish buyrug'ini oladi. Namoyish tarqagach, Amir yosh buxoroliklarning ko'zga ko'ringan vakillarini qamoqqa olishni buyuradi. Amir saroyiga vakil sifatida kelgan Otaolla Xo'jayev, Mirbobo, Yusufzoda kabilar Arifda zindonga tashlanadi. Sadriddin Ayniy va Mirbobo 75 darra, Mirzo Nazrulla 150 darra kaltak bilan urilgan. Fayzulla Xo'jayev, Fitrat va boshqa jadidlar Buxoro amirligi hududidagi Rossiya shahri Yangi Buxoro, ya'ni Kogonga qochib o'tishga muvaffaq bo'ladi. Yordam so'rash uchun Fitrat Toshkentga yuborildi. Abduvohid Burxonov poytaxt Buxoro masalasiga, Qori Yo'ldosh Po'latov Karkidagi yosh buxoroliklar masalasiga mas'ul bo'ldi. Fayzulla Xo'jayev Buxoroda namoyishdan so'ng amir askarlari tomonidan qo'lga olinganlarni qutqarish va amirning ta'qibiga qarshi bosim o'tkazish choralarini ko'rdi. Rossiya hukumatining Buxorodagi sarkotibi Shulganing Yangi Buxoroda jadidlarning faollashayotgani va amirga qarshi reja tuzayotgani haqidagi maxfiy yozishmalari Fayzulla Xo'jayev qo'liga tushib qoladi.
Fayzulla Xo'jayev yangi Buxorodagi asosiy siyosiy kuch ishchi soldatlar bilan ittifoq tuzib, Sho'lgani qamoqqa oldirishga muvaffaq bo'ldi. Jadidlarning, xususan yosh buxoroliklarning endigi kuchini anglab yetgan amir jadidlarga nisbatan bosim o'tkazishni to'xtatib, asir olinganlarni qo'yib yuborishga buyruq berdi. Kaltaklangan jadid namoyandalari Sadriddin Ayni, Mirbobo va Nazrulla kabilar ular holatda yangi Buxoroga keltirilib, gospitalga yotqizildi. Buxoroda o'tkazilgan namoyishlarning muvaffaqiyatsizligi ortidan Yosh buxoroliklar partiyasida peshqadamlik o'ng mo'tadil kuchlar qo'liga o'tadi. Bu xususda Fayzulla Xo'jayev shunday yozadi: Men va so'l guruh a'zolari firqa ichida kurash boshlanishini xohlamadik. Chunki ahvol juda chatoq edi. Men o'zim yashirinib hali u uyda, hali bu uyda yotib yurar edim. Albatta bunday fursatda firqa ichida janjal boshlash umumiy ishlarimizni buzar edi. Ishlarda yo'lboshchilikni vaqtincha o'ng guruhga berishga to'g'ri keldi. Fayzulla Xo'jayev va partiyaning boshqa a'zolari Rossiya vakolatxonasi ko'magida Arkka amir huzuriga kelishuv umidida yo'lga chiqadi. Ark yaqinida to'plangan minglab mutassib olomon ularni toshbo'ron qilgan. Shunga qaramay vakillar Arkda amir bilan jiddiy kelishuvga erisha olmadi. Ustiga ustak tashqarida to'plangan olomon yosh buxoroliklar vakillarini yo ularga topshirishini, yo amirning o'zi ularni dorga osib o'ldirishini talab qiladi. Shu tariqa Fayzulla Xo'jayev 20 yoshida hayotida birinchi marta haqiqiy o'lim bilan yuzma-yuz keladi. Yangi Buxorodagi ishchi soldatlarning keskin noroziligi hamda Rossiya hukumati vakili Millerning aralashuvi bilan jadidlar vakillari amir tomonidan ozod qilindi. Fayzulla Xo'jayev va boshqa jadidlar Buxoroda tinch yo'l bilan chuqur islohotlarga erishib bo'lmasligini tushunib yetdi. Endilikda ular kurashning boshqa usullariga e'tibor qarata boshladi.